Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Alisher. Bugungi videorolikimiz Navoiy mashina bozorida bo'ladi. Mashinalarning narx-navolar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Bugun har xil mashinalarning narxlarini chiqaraman. Faqat Nexia emas yoki Damas emas yoki boshqa mashina emas, har xil mashinalarning narxlarini sizlarga chiqarib berishga harakat qilaman. Keyingi videoroliklarda sizlarning fikrlaringiz bilan kommentariyada yozib qoldirsanglar, qaysi mashinalarning narxlari sizlarga qiziq, o'shanga qarab keyingi videoroliklarda boshqa mashinalarning narxlarini chiqarib borishga harakat qilaman do'stlar. Qanunda biz boshladik, ketdik. Mana do'stlar, dastlabki avtomashinamiz Gentra avtomashinasi, qora Gentra, katta bo'lgan mashinasi. Bu yili 23. 23. Probegi qancha yurgan? 36 ming. 36 ming. Kraskalar tozami? Kraskasi toza, metan gazi bor. Metan gazi o'rnatilgan. ABS hamma narsasi bor edi. Do'stlar, avtomashina holati ideal holatda do'stlar. Balonlarning holati yaxshi. Metancha Metan nechtalik metan bu? 100 talik. 100 talik, ha? 100 talik metan. Bitta zapravka qancha yuradi bu? 280 km. 180 km yuradi. Mana do'stlar. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 185 million so'rayman, kami bu. Kelishiladi, ha? Kelishtiriladi. Nomer telefoningizni ayting. 91lik 250 33 11. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bu ham sizdan aka? Buni yili nechi? 22. Oq Gentra 22. Narxi 168 million so'm kami bu buni. Probeg qancha buni? 69 ming yurgan. Metanchasi bor. Kraskasi toza. Kraskalar toza. Balonlarning holati yaxshi. Salon holati do'stlar. Chotki holatda. Metanni ko'raylik. Ustalik metan. Kraskasini toza dedik, ha? Navbatdagi avtomashinamiz mana shu Cobalt. Yil necha akajon? 23. Yili 23. Kraskasi? Toza. Kraska toza. Hisob ma'lumot. Metan o'rnatilgan. 4-pokoleniya. 4-pokoleniya metan o'rnatilgan. Balonlarning holati yaxshi. Kraska toza dedik, ha? Toza. Salonlarning holati ajoyib holatda. Avtomat korobka mashinamiz. Bu nechi? 21. 21 ha buni? 40 ming yurgan benzinga. Benzin metan yo'q. Kraska toza. Toza. Balonlarning holati yaxshi. Avtomat korobka mashina. Narxini qancha dedik aka? Mana 305 qilib beramiz, 135. 135 million, ha? Yana kelishiladi, ha? Nomer telefoningizni aytib o'ring. 97lik 378 77 75. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.
Cobalt. Navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi. Yili nechi? 2023 2023. Avtomat, mexanika? avtomat. Avtomat. Metan o'rnatilgan yo'q? Yo'q. Kraska pachka. toza. Pachka. 0 probeg. Probeg 0. Do'stlar. Shunda pachka. Balonlarni holati zavod 200 million. Narxi qancha aka? 200 million so'm. 200 million so'm. Kelishiladigan joy bormi? Kelishadigan joyi bu. Nomeringizni aytib o'ring. 99lik Aha. 415 Aha. 0077. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi avtomashinamiz Captiva avtomashinasi. Yili necha aka? 2014. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi Bitta arqa eshikda Petno. arqa eshikda shofer Arqasida Tomondan. Petno. ketmosi bor. 4-pozitsiya. 3-chi pozitsiya 3. 3-pozitsiyami? Gaz, metan. Ikkita olinish fishtali qo'yilgan. Tayyor. Mana do'stlar. Balonlarning holati chotki. 23 man bo'ladi. Ulug' aka, u 23 ming nechi u? U 21 mi? Narxi qancha deyapsiz aka? 170 million deb kelishda beramiz. Любой mashinaga barter bu. Yer, uchastka qiziq yo'q. Farqi Nima bormi? to'g'ri kelsa barter bu. Mo'shinmi? Bo'ldi akajon. Mana do'stlar, salonlari holati ajoyib holatda. Telefon nomeringizni aytib o'ring aka. 91 088 19 91. Mana shu nomer telefonlarga bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mana buni ham ulaylar. Mana do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi. Oq Gentra. Kraskasi qanday aka? Kraskasi tozda, faqat petno bu bir qarish. Petno qayerda bu? Arqa kapotda. Arka kapot. Yili nechi? 2020. Metan gazlari bu, kondisioner. Probegi qancha aka? 96 ming. 96 ming. Motorchani ishlash holati mana. Balonlari yaxshi. Bunisi ham sizdami? Buni yili nechi? 23. Kraskasi tozami? Tozda. Metan o'rnatilgan. Euro 4 propan. Qancha so'rayapsiz bu narxini? 170 kami bu. Kami bor. Nimada tiqir bo'ra? Nomer telefoningizni ayting aka. 93lik 93lik 461 24 24. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Oq Gentramizga 16 million pul kerak, 5 yillik chiqadi, 4 million 240 mingdan. Avtokreditga. Ha. Bunisigachi? Bunisiga 6,5 million puli borga
oylik kuylovi 6 million 300. Aha. 5 yil. Mana do'stlar, avtokreditga ham variantga olsa bo'ladi. Buni yili nechi buni? 2022. Aha. To'liq ma'lumotlarni beraverasiz. 61 ming yurgan 2022 bitta Krylosda kraskasi bu. Ichiga o'tmagan. 10 million puli Qaysi bo'ldi, Krylo? avto kredit qilib beramiz shu Kryloni. Kapotida ekan. Bir qo'l mo'shin. Holati. Pravik qancha aka buni? 61 ming. Euro 4 metan. 61 ming probek, euro 4 metan. Shu pullarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi avtomashinamiz do'stlar, Spark avtomashinasi. Yili nechi buni? Yili 15. Yili 21 aka. Yili 21. Kraskasi toza, ha? Toza. Probegi 52 ming. 52 ming kilometr yurgan do'stlar. Balonlarning holati yaxshi holatda. Salonlarning holati ham ajoyib. Narxi qancha buni? 105 million so'rayapmiz, kami bor. Kami bor. Metan o'rnatilmagan benzinda yurgan ha mashina. Shunday. Navbatdagi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi do'stlar. Buni yili necha aka? 2015. 2015 probegi, 1,5. kraskasi, Toza. Kraskasi Ikkita petnosi bor. qayerda? Mana shu krel bilan kapotda bor. Oldida. Ha, oldida bor. Xo'p. Balonlarning holati yaxshi do'stlar. Shuni orqadan ko'rinishi. Salonlarning holati yaxshi. 21. Narxchi 105. Narxi qancha buni aka? 48 million kelishamiz. 48 million kelishiladigan joyi bor. Gazi bor, propan. Propan gazlari bor. 15. 21. Nomer telefoningizni ayting aka. 99lik Aha. 104 65 65. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Ravon avtomashinasi. Yil nechi buni aka? 20 aka. Kraskasi Toza. kapotida tushgan joylari bor ekan ozgina. Probegi nechi? 1800. Qancha? 1 kiloga 800. Balonlarning holati do'stlar. Salonlarini ham oling aka uni. Tonirovkalari bor. Narxi qancha aka? 125 aka. Kelishiladigan joyi bormi? Wow. Do'stlar, Malibu rul adashmasam. Salonlarning holati yaxshi, chexollar taqib qo'yilgan. Telefon nomeringiz? 94lik Aha. 768 Aha. 16 94. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.
Navbatdagi avtomashinamiz mana Onyx avtomashinasi, qora Onyx. Balonlarning holati yaxshi. Kraskasi qanaqa ekan? Kraska yo'q. Kraskasi toza, yil nechi? 23. Yili 23. Hamma narsa qilingan aka. Pult, muz 80 ming yurdim aka. Просто Samarqanddan doktorman, qatnayman Narpaga. Har kuni 200 kilometrdan ziyod yuraman. Probegi 80 ming dedingiz. 83 ming. 83 ming. 90 talik metani bor, 400 kilometr. Mansur aytdi bu mashinani menga. Narxini qancha deyapsiz? 12.800 deyapman, kelishamiz. Telefon nomeringiz? 93lik 221 90 90. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Tracker 2 avtomashinasi. Yili necha aka buni? 24 ming yili. 24. Probegi 27 ming. 27 ming. Kraskasi toza, ha? Kraska toza, Euro 4. Euro 4 propani bu. Propani bor, ha? Ha. Narxini qancha so'rayapsiz? 225 ga beraman deyman. 220 million. Premier Plus. Ha. Salonlarning holati ajoyib holatda do'stlar. Telefon nomeringiz nechi? 94lik. Aha, 021 aha. 12 12. Bemalol mana shu telefon nomerlariga aloqaga chiqaversalar bo'ladi do'stlar. Kam Navbatdagi avtomashinamiz Captiva avtomashinasi. Yil necha aka buni? 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, ha? Probegi 99 ming yurgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 180 million so'm. Bu pozitsiyasi nechi buni? 3-pozitsiya Captiva. Salonlarning holati ajoyib holatda. Balonlarning holati yangi почти. Gaz yo'q aka buni? Propan. Propan gazlari bor. Do'stlar. Mashina свежий holatda turibdi. Telefon nomeringizni aytib o'rasizmi? 91lik 439 15 15. Mana shu telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Malibu 2 Premier. Yil necha aka bu? Yili 2018. 204. Premier qilingan oldi orqa. Qimmat poliklar qo'yilgan, krugovoy tonirovka qilingan. Kraska bitta mana shu eshikda bor. Oldi eshikdami? Aha. Shu eshikda. Oldi sonsiz ochilib qilingan. Aha. 4-pakalini gaz qo'yilgan. Metan, propan. 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 Qimmat poliklar qo'yilgan, diska balon qo'yilgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 20.500 so'rayapmiz. Kami bor. Kami bor. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 225 aha 46 14.
bemalol mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.